Assalomu alaykum Saud Campus oilasining muhtaram a'zolari. Sizlarni bugungi premyeramizda ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. Ushbu premyeramiz albatta sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Demak, boshladik. Ushbu premyeramiz orqali biz sizga Turkiya davlatidagi eng kuchli, eng zo'r, dunyoning mingtaligida turuvchi Top 5 universitet haqida so'z ochmoqchimiz. Ushbu universitetlar sizdan hech qanday turk tilini bilish sertifikatlari yoki tilni bilish uchun sizlardan zaruriyat hamda majburiyat talab qilmaydi. Bu yerdagi barcha universitetlar ingliz tilida o'tiladi. Bu esa ajoyib qulaylik demakdir. Bundan tashqari ushbu universitetlarda sport bilan shug'ullanishingiz uchun ham barcha shart-sharoitlar yaratiladi. Ayniqsa hozirgi kunda keng ko'lamda rivojlanib borayotgan IT texnologiyalari va bundan tashqari kompyuter sohasidagi barcha eng yangi bilimlarni o'sha yerda siz olishingiz mumkin. Hamda o'z karyerangizni qurish uchun esa ko'plab joylarga sayohat qilishingiz, tajribalar almashishingiz va insonlar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Va albatta bu ham hammasi emas. Siz o'zingizni yangicha kashfiyotda qarshi olishga juda ham yaqinsiz. Chunki u yerdagi barcha universitetlarda eshityapsizmi? Hammasida siz uchun barcha qulayliklar yaratiladi. O'zingizni yangi butkul boshqa pog'onadagi karyerangizni qurish uchun hamma shart-sharoitlar yaratib beriladi. Qisqa qilib aytganda, bepul ta'lim, barcha imkoniyatlar va sizdan qilinuvchi yagona majburiyat bu ilmga chanqoq bo'lish hamda to'xtovsiz o'z ustingizda ishlab bilim olishdir. Va albatta bundan tashqari universitetni bitirganingizdan so'ng siz u yerda eng yaxshi talabalar sirasida bo'lsangiz, o'zlari sizlarni ish bilan ta'minlashni ham kafolatlashadi. Sizdan bitta like, bitta kommentariya va Saud Campus kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Zotan eng manfaatli premyeralar avval bizda, keyin boshqalarda. Turkiyaning top 5 universitetlari to'g'risidagi premyeramizni davom etamiz. 5-o'rin. Top 5-likdagi 5-o'rinni Sabancı universiteti egallaydi. Ushbu universitet Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan bo'lib, u top 5ligimizni ochib beradi. Ushbu universitetning maydoni juda ham keng bo'lib, u yerda ko'plab tadqiqotlarni uyushtirishingiz hamda tadqiq etishingiz mumkin. Umumiy sig'imi 3875 talabaga qodir. Bulardan 364 tasini chet ellik talabalar tashkil qilinishi ko'zda tutilgan. Hamda ushbu universitetda 365 ta fakultet mavjud bo'lib, turli xil yo'nalishlarda o'qishingiz mumkin. Bu universitet 2021-yildagi Toprom mingtalikda 521-o'rinni egallagan. 4-o'rin. Top 5-taligimizning 4-o'rinini egallab turgan ushbu universitet Turkiyaning Ankara shahrida joylashgan Bilkent universiteti hisoblanadi. Ushbu universitetning ham tadqiqot va tajribalar maydoni juda ham keng hisoblanadi va albatta uning tajribalar bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi. Sig'imi 9938 kishini tashkil etadi. Bularning ichida 870 tasi chet ellik talabalar bo'lishi ko'zda tutilgan. Albatta 684 ta fakultet borligi ham kishini hayratga soladi va dunyo top mingtaligida 551-o'rinni egallab turibdi. Jora Top 5-taligimizda 3-o'rinni egallab turgan universitet Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan mashhur Koç universiteti hisoblanadi. U top 3-taligimizni ochib beradi. Ushbu universitetning ham tadqiqot maydonlari juda ham keng bo'lib, istalgan turdagi tajribalarni o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Universitet sig'imi 5511 kishini tashkil etadi va ularning ichidan chet ellik talabalar 322 nafarni tashkil etadi. Hamda ushbu universitet fakultetlar 578 tani tashkil etib, u barcha imkoniyatlarga ega bo'lishingizga yordam beradi. Top universitetlar ichida esa 465-o'rinni egallaydi. 2-o'rin.
top 5-ligimizdagi ikkinchi o'rinni egallab turgan universitet Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan Boğaziçi universiteti hisoblanadi. Bu universitet ham o'ta mashhur bo'lib, uning faqatgina tajribalar maydoni boshqalarga qaraganda biroz kichikroq, ammo imkoniyatlar va sharoitlar jihatidan ancha ustun hisoblanadi. Universitet sig'imi naq 13.772 kishini tashkil etadi va ularning ichidan atigi 387 tasi chet ellik talabalar bo'lishi ko'zda tutilgan. Fakultetlar soni esa 617 tani tashkil etib, siz uchun barcha shart-sharoitlarni yetkazishga yetarlidir va top mingtalikda 651-o'rinni egallab turibdi. Nihoyat birinchi o'rin. Top 5-ligimizda birinchi o'rinni egallab turgan ushbu universitet Turkiyaning Anqara shahrida joylashgan bo'lib, O'rta Sharq texnologiyalar universiteti hisoblanadi. Ushbu universitet afzalliklari va eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlanganligi sabab birinchi o'rinda. Tadqiqot va tajribalar maydoni ham ultra keng maydonga ega bo'lib, istalgan turdagi tajribalarni o'tkazish mumkin. Sig'imi esa naq 222.967 kishini tashkil etadi va ulardan qariyb 1566 tasi chet ellik talabalar bo'lishi ko'zda tutilgan. Fakultetlar soni esa dahshatli ravishda 1270 nafarni tashkil etadi va albatta dunyo reytingida 601-o'rinda turibdi. Yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zotan eng manfaatli videolar avval bizda, keyin boshqalarda.